Sizlarga maslahat beraymi? Negativ yozmang, yomon xayolga bormang. Insonlarda g'iybat qilmang, ular bilan urushib, talashib, gaplashib ham o'tirmang. Kommentariyalarga kirib, har bitta insonni so'kib ham o'tirmang. Shunchaki Allohga shukronalik keltiring. Yashab turganingiz uchun shukronalik keltiring. Yashab turganim uchun minnatdorman, shukronalik keltiraman deng. Nafas olayotganimiz bu qanday baxt o'ylayapsizmi? Bu qanaqangi baxt? Inson nafas ololmayotgan insonlar juda ham ko'p. Ko'rsangiz, tekshirsangiz kasal insonlar juda ham ko'p. Ular nafas ololmaydi, burnidan operatsiya qilingan. Ular uchun maxsus narsalar bor. Shular orqali nafas olishadi. Siz esa osongina nafas olyapsiz. Bu qanday baxt? Buning uchun shukronalik keltiring. Nafas olayotganligim uchun shukronalik keltiraman deng. Har bitta kuningizni shukronalik bilan yashang. Negativ fikrlar sizni o'z-o'zidan tark etaveradi. Hech qanaqa hayotingizda yomon insonlar bilan urushib, gaplashib, talashib o'tirmang. Ularning o'rniga shukronalik keltiring. Bo'ldi, tamom. Axir sizni shukronaligingiz baxt tomon chorlaydi. Agarda negativ yozib, negativ fikrlab, urush janjal qilib o'tiraversangiz, sizda ham hech balo o'zgarmaydi. Shunchaki urush janjal bilan kuningizni o'tkazasiz. Axir hayot qisqa, juda qisqa. Bir ko'z yumib ochguncha bu umr o'tadi-yu ketadi deydi-ku. Xuddi shunday. Hayotingiz juda qisqa. Bu hayotda mazza qilib yashang. O'zingizni o'ylang, bo'ldi, boshqalarni o'ylamang. O'zingizni o'ylang, o'zingizni seving. O'zingiz uchun narsalar sotib oling, bozorlarga boring, aylaning, o'zingizni sevib, o'zingiz baxtli bo'lib yashang. Tamom. Negativ fikrlar bildirish bilan umringizni o'tkazib, zoyi ketkazib o'tirmang. Ulardan foyda yo'q, sizga hech qanaqa foyda. Uni o'rniga negativ fikr bildirishdi. O'rniga sizlarga maslahat, shukronalik keltiringlar. Bo'ldi, tamom. Hech qanaqa yomon tomoni yo'q. Shunchaki Allohga shukr. Bergan narsalarga shukr deb shuni yozib, shuni davom ettiringlar. Mayli, yozmasanglar ham Allohga shukr aytib o'tiringlar. Bu qanaqangi baxt, shukronalik. Bu bir mo'jiza-da, to'g'risini aytsam mo'jiza. Shukronalikda kunlaringni o'tkazmaysizlarmi? Negativ fikr bildirib o'tirgandan ko'ra. Bu ba'zi bir negativ yozuvchilarga aytayapman-da. Qolganlar esa har doim shukronalikda. Shukronalik yozib o'tirsanglar ham bor-ku. Negativ fikr yozishga sizlarni vaqtlaring bo'lmaydi. To'g'risini aytaman. Vaqtlaring hech qachon bo'lmaydi. Shuning uchun har bitta kunimiz uchun Allohga shukr.